ayol siz uchun ojizami, mo'jizami? Asarlaringizdagi ahamiyatdan kelib chiqib savolim shu. Ojizami, mo'jizami? Endi savolingizga hozirda o'zi mo'jiza deb javob bersam, keyin gaplarim qiziq qolmaydi-da. Yaxshi jon joyidan tutdingiz siz. Boshqa adabiyotshünos do'stlarim ham, ba'zilari ayollar menga shuni iddao qiladi. Siz ayollarga nisbatan tanqidiyroq qaraysiz, talabchanroq qaraysiz. Keyin rosa meni tanqid qilishadiki, oxiri aytadi, bunchalik talabchanligingiz sabab mehrdan bo'lsa kerak deyishadi. Chunki odam yomon ko'rgan narsasini, yomon ko'rgan odamni tanqid qilmaydi. Yomon bo'lib qolaversin. Nima kerak? O'tasiz ketasiz yonidan. To'g'rimi, yo'qmi? Siz undan nimadir kutsangiz, tanqid qilasiz, kamchiligini aytasiz. Binobarin uni yaxshi bo'lishini xohlaysiz. Shundaymi?